Robbing jannatga zanjirlar bilan sudralib ketayotgan qavmni ko'rib ajablandi deydi. Ya'ni biz hammamiz shumiz. Jannat borligini bilamiz. Do'zax borligini bilamiz. Lekin jannatga kerak bo'lgan ishni qila olmaymiz. Shunga Alloh nima? Rahim qilib bizni vojib zanjiri bilan, farz zanjiri bilan bo'ynimizdan tortib jannatga sudrayapti. Ana bu haqiqat buyuk bir haqiqatdir. Shuning uchun hammamiz nima qilishimiz kerak? Ibodatni qadrini bilishimiz kerak. Ibodatni tanitib qo'ygan Allohga hamd sano aytishimiz kerak. Ibodat fursatini umrimizning eng go'zal fursati deb bilishimiz kerak. Ibodat bilan banda Allohga yaqinlashadi. Allohning roziligini topadi. Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Bundan ulug' narsa yo'q dunyoda. Mana shu haqiqat hammamizni doimiy ravishda yodimizda bo'lishi kerak. Biz faqatgina ibodat bilan Allohga yaqinlashamiz, Allohga muhabbat qilamiz, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz, Allohning qurbatiga erishamiz va Allohning jannatiga sazovor bo'lamiz. Ibodatsiz hech narsa bo'lishimiz mumkin emas. Faqat badbaxtlik, bu dunyoning sharmandaligi, oxiratda do'zax, bu yerdagi azob uqubat hammasi ana shu demak holatda bo'ladi. Mana shuning uchun biz Allohga bizga ibodatlarni farz qilib qo'ygani uchun, vojib qilib qo'yganligi uchun qancha hamd aytsak, qancha sano aytsak, shukr qilsak shuncha oz bo'ladi.